Assalomu alaykum, rasmiy xabarlar bilan tanishing. 10-iyulda davlatimiz rahbari Islom sivilizatsiyasi birinchi xalqaro forumida ishtirok etish uchun mamlakatimizga kelgan Kavkaz musulmonlari idorasi raisi Shayxulislom Alloh shukur Poshshozoda va Islom dunyosi ta'lim, fan va madaniyat tashkiloti bosh direktori Salim Al-Malikni qabul qildi. Prezidentimiz Shayxulislom Alloh shukur Gummat o'g'li Poshshozodani O'zbekiston Respublikasining el-yurt hurmati ordeni bilan, Salim bin Muhammad Al-Malikni esa O'zbekiston Respublikasining do'stlik ordeni bilan taqdirladi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev elektropoyezdda Toshkentdan Bekobod shahriga keldi va tashrif chog'ida O'zbekiston metallurgiya kombinatida barpo etilgan yangi quyuq prokatlash majmuasini ishga tushirish marosimida ishtirok etdi. Prezident pensiya tizimini isloh qilish bo'yicha takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Mazkur haftada Prezident Shavkat Mirziyoyev Qatar davlati sobiq amiri Shayx Hamad bin Xalifa Al Soniyning vafoti munosabati bilan hamdardlik bildirish uchun Doha shahrida bo'ldi. Davlat rahbari iqtidorli boshqaruvchilar, liderlar va yangi avlod rahbarlarini aniqlash va tanlash hamda el-yurt umidi jamg'armasi orqali iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. O'tgan hafta davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmonlari bilan bir qator tayinlovlar amalga oshirildi. Bizda shunday yangiliklar, voqealar rivojini biz bilan kuzating, omon bo'lasiz. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan juda ko'p imkoniyatlar yaratilib berildi. Xususan 2021-yilda falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini yoqladim. Hozirgi kunda ayni jadidchilik bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ilmiy izlanishlar olib bormoqdaman. 30-iyun kuni yoshlar kuni munosabati bilan prezidentimiz ilmiy va innovatsiyalar bo'yicha juda ko'p loyihalar, startaplar, keng qamrovli stajirovkalarga juda ko'p imkoniyatlar ochib berildi. Bizning markazimizda ham yoshlarga juda ko'p imkoniyatlar ochib berilmoqda. Men ham yaqinda 22-29-iyun kunlari Germaniyaning Berlin shahrida jadidlar izdan ko'rik tanloviga kuzatuvchi sifatida ishtirok etdim va bu kuzatuvda biz Germaniyaning Humboldt universiteti, Gamburg shahridagi Gamburg universitetlarida jadidlar izdan ko'rik tanlovi g'oliblariga uyushtirilgan sayohatda hamroh bo'ldik. Germaniyada Turkiston adabiyoti va jadidchilik va milliy identiklik monografiyalarini taqdimotini o'tkazdik va shu bilan birga Jadid Global Uz degan platformamizni ham taqdimotini o'tkazdik. Hozirgi kunda ko'pchilik bilmagan, e'tirof etilmagan, lekin jadidchilik ta'limoti bilan shug'ullangan, ilm bilan shug'ullangan, yoshlarga ilm, ma'rifat o'rgatgan yangi shaxslarni biz kashf etib kelmoqdamiz. Bu platforma hozirgi kunda hammani qo'liga yetib bormayotgan kitoblarni, arxiv manbalarini va jadidchilik g'oyasini ommalashtirishga katta xizmat qiladi. Bu yerda chiqayotgan dissertatsiyalar, maqolalar, monografiyalar, uslubiy qo'llanmalar hammasi joylashtirilib boriladi. Bu platforma hozirgi kunda test rejimda ishlamoqda. Loyiha tugagandan keyin bu ommaga olib chiqiladi. Yangiliklar ruknida Jadid Global loyihasida so'nggi yangiliklar joylashtirilgan. Xususan o'sha Germaniyada Turkiston adabiyoti, Germaniyaning Humboldt universiteti, Garvard universiteti, Germaniyaning O'zbekiston elchixonasida taqdimotlari bo'lib o'tdi. Bundan tashqari maqolalar rukni, ya'ni loyiha a'zolari tomonidan chiqarayotgan loyihalar, kitoblar, bular maqolalar ruknida mavjud. Kutubxona ruknimiz ham mavjud. Jadidchilikka oid eng so'nggi kitoblar, dissertatsiyalar aks ettirilgan. Mediateka ruknida esa jadidchilikka oid suhbatlar aks ettirilgan. Mutafakkirlar, ya'ni loyiha a'zolari tomonidan Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon, Abdurauf Fitrat, Avloniy jadidchilikka oid o'sha barcha mutafakkirlarni qisqacha hayot va ijodlaridan namunalar keltirilgan va biz bilan bog'lanmoqchi bo'lganlar esa bizni quyidagi o'sha
elektron manzilimizga, telefon raqamimizga bog'lanishlari mumkin. O'zbek xalqining shunday qadimiy bir san'at turi bor. U bilan hatto bemorlarni davolashgan. Diydasi qattiq mard erkaklar ham uni tinglar ekan ko'z yoshlarini tiya olmagan. Bu maqom san'ati. Asrlar davomida o'zining betakror jozibasi, teran falsafasi va maftunkor ohanglari bilan inson qalbiga huzur baxsh etib kelayotgan maqom xalqimizning bebaho ma'naviy merosidir. 13-asrda Safiyuddin al-Urmaviy maqomlarning ilmiy tasnifini ishlab chiqib, 12 maqom tizimini yaratgan. Sharqning buyuk mutafakkirlari Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Fitrat kabi olimlar maqomning musiqiy va estetik jihatlarini chuqur o'rganib, nazariy asoslarini yaratganlar. O'zbekistonda maqom san'ati 3 ta yirik mahalliy turkumga bo'linadi. Shashmaqom, Buxoro maqomlari, 6 ta yirik maqom, Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Sigoh va Iroqdan iborat bo'lib, 18-asrda Buxoroda to'la shakllangan. Xorazm maqomlari Shashmaqom asosida shakllangan bo'lsa-da, o'zining dutor va surnay maqom yo'llari hamda o'ziga xos ijro uslubi bilan ajralib turadi. Farg'ona, Toshkent maqom yo'llari. Bu mintaqada maqomlar yanada erkin ko'rinishda, xalq ashula yo'llariga yaqin tarzda rivojlangan. Har bir maqom 2 yirik bo'limdan tashkil topadi: mushkulot va nasr. Maqom ijrochiligi xonandadan yuksak mahorat va maxsus ovoz sozlash mashqlarini talab etadi, chunki bu asarlar juda keng ovoz diapazoniga ega. Tanbur esa maqom yo'llarini mukammal yangratishga yetakchi soz hisoblanadi. Akademik Yunus Rajabiy o'zbek maqomlarini nota yozuvlariga tushirish va ularni saqlab qolishga beqiyos hissa qo'shgan. Bugungi kunda bu san'at davlat darajasida e'zozlanmoqda. 2008-yilda Shashmaqom UNESCO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Shuningdek, Shahrisabz va Zomin shaharlarida o'tkaziladigan xalqaro maqom san'ati anjumani dunyo musiqashunoslarini bir joyga jamlamoqda. Xorijlik san'atshunoslar bejizga maqomni o'zbekning simfoniyasi, o'zbekning operasi deya e'tirof etishmagan. Zero maqom o'zbek xalqini tarixi, falsafasi va ruhiy olamini o'zida mujassam etgan noyob san'at xazinasidir. Bu kabi qiziqarli ma'lumotlarni Milliy qadriyatlar atlasi kitobida o'qishingiz mumkin. Asosiy savol, tarix o'zi qanaqa o'rganiladi? Qanday yo'nalish qanaqa? Masalan, o'tgan kuni bir yangilik o'qidim. Arxeologlar Surxondaryodan bronz asriga oid jarrohlik operatsiyasi izini topibdi degan yangilik chiqdi. Pastda bittasi izoh yozib qo'yibdi. Endi o'zlari yasab, ko'mib qo'yib, qayta kavlab olib chiqqanda endi shular deb yozibdi-da. Tasavvur yo'qda endi ko'pchilikda tarix qanaqa ishlashi haqida, shu haqida tasavvur berishga harakat qilamiz va albatta ikkinchi asosiy savol, bu tarix shuncha qiynalib o'rganganga yarasha bizga nima beradi degan savolga javob qidiramiz. Men o'zimni o'tgan yil ham yosh deb o'ylar edim. Shu yil boshida nimagadir o'zimni qari his qildim. Bilmadim nimaga, sababini shu yoshlar bilan ko'p gaplashib borib, qanchalik ulardan farq qilishimni sezdim. Men bir shogirdim bor edi, faqat siqilib yuradi-da, pul yo'q, ish yo'q, qiynalib ketdim, kelajak yo'q deydi. Keyin bir kun yozdim. Qayerdasan desam, Dubaydaman deydi. Nima qilyapsan desam, iPhone yangisi chiqib sotib olgani keldim dedi. Qo'yil, молодец, ishing yurishib ketibdi desam, aytadiki, yo'q, hali ham ish yo'q, pul yo'q, hayot rasvo deydi. Keyin yana bir ikkita yoshlar bilan gaplashdim, talabalarni so'radim. Kelajakda nima ish qilmoqchisan, qanaqa ishlaysan, qayerda ishlaysan desam, men umuman ishlamoqchi emasman dedi. Men faqat sayohat qilaman. Ish bu qullik dedi. Xo'p, sayohatga pulni qayerdan olasan desam, pul qo'lga kira dedi. Pul muhim emas, u topiladi dedi. Keyin men o'yladim, talabaligimda menda pul bor edimi yo'qmi eslolmadim. Eslolmaganimga qaraganda yo'q edi. Keyin so'radim, qanaqa qilib o'z pul topmoqchisan desam, aytadi, kuniga 2 soat kompyuterda nimadir qilaman, oyiga 8 million, 10 million topaman deyapti. Keyin men eslab ko'rdim, talabaligimda bizda bunaqa ishlar yo'q edi. Talaba tirikchiligini asosiy vositalaridan biri ofitsiantlik qilish edi. Ofitsiantlik kuniga 2 soat bo'lmas edi va oyiga 10 million daromad keltirmas edi. Shunga keyin men o'yladim, o'zimni qari his qildim
va qarilarga xos birinchi stereotip mani xayolimga keldi. Yoshlar mazza qilib yashayapti, biz qiynalgan ekanmiz dedim. Undan keyin aytdim, balkim adashayotgandirman, bir tekshirib ko'ray dedimda, 2005-yil men talaba bo'lganman. O'rtacha daromad qancha bo'lgan deb uni ham tekshirib ko'rdim. 2005-yilda mana shunaqa daromad chiqyapti. Endi men iqtisodchi emasman, balki biroz noto'g'ri manbadan olgan bo'lishim mumkin. Qayta tekshirdim. Shunaqa chiqdi. 2005-yilda 73 mingdan ko'proq o'rtacha maosh bo'lgan. Bu ko'p emas, o'rtacha. O'sha paytda meni stipendiyam 25 ming so'm edi. Ya'ni men hatto o'rtachadan ham 3 barobar past bo'lgan ekanman. Keyin 100 mingga chiqqan bir yildan keyin hozir 6 million 400 mingga yaqin o'rtacha daromad O'zbekistonda. Bugungi qiymatlarda hisobladim, inflyatsiyani hisobga olsak, 2005-yilda bugungi narxlarga o'rtacha maosh 670 ming so'm chiqdi. Bir yildan keyin bir 900 mingga yaqin ko'tarilgan. Bu degani qancha o'sish bo'lyapti? 20 yilda deyarli 90 barobar o'sish. Deyarli 90 barobar. 19 yilda 60 barobarga yaqin o'sish. Inflyatsiya bilan hisoblasak ham 10 barobar o'sish bor 20 yil ichida. Demak, yoshlar rostdan mazza qilib yashayapti ekan. Keyin o'yladimki, balki narxlar qimmatdir deb o'yladim. Narxlar qimmatmikin deb hisoblab ko'rdim. Bola aytgan sayohat mavzusi esimga keldi. Esladim, men talabaligimda qanaqa sayohat qilganman. Men uchun eng zavqli sayohat metroga tushish bo'lgan. Talabaligimda, chunki Chilonzordan Beruniyga qatnaydigan avtobus tiqilinch bo'lar edi. 7:30, 8larda hamma tiqiladi avtobusga. Haydovchi ham yanada tiqilsin deb orada bitta tormoz berib oladi. Ham oldinga ketadi, orqa bo'shaydi. Shunaqa qilib tiqilib borardikda, tushganimizda galstukda ham oyoq izi bo'lardi. Endi o'zimizcha formada borardik-ku, formani foydasi bo'lmasdi. Shuning uchun metroda mazza qilib ketardik. O'sha paytda o'rtacha men necha marta metroga tusha olganman. 2005-yilda o'rtacha oylikka 459 marta metroga tusha olgan ekanman. Undan keyingi yil turli ma'lumotlarga ko'ra biroz ko'paygan. Hozir o'rtacha oylikka kamida 2000 martadan ko'proq tusha olar ekanman. Bu endi haligi 3000 so'mlik narxda hisoblaganda yoki agar maxsus kartochkadan foydalansam 4000 ga yaqin marta metroga tusha olar ekanman. Bu degani daromadimizda real katta o'sish bo'lgan degani rostdanmi? Nima deb o'ylaysiz? Qo'shilasizmi shu fikrga? Shundan dalolat beradimi bu? Menimcha bu saqiy hukumatimiz metro narxini oshirmayotgandan dalolat beradi. Unaqa talqin qilishim mumkin. Keyin mayli sayohat metro sal maydalik qildi, Turkiyaga sayohatni o'yladim. Toshkentdan Istanbulga uchib borib kelish eng arzon va o'rtacha narxda hisoblasam 2005-yilda 6 oylik maoshim ketgan ekan chiptaga. Hozirchi bitta oyligimga borib kela olar ekanman. Bunda ham baribir o'sish bor. Demak, meni taassurotim, xotiram faktlarga mos kelyapti. Bilmadim, iqtisod darsiga kelib qoldim deb o'ylashingiz mumkin, yo tarix darsiga, tarix ma'ruzasiga keluvdim deb o'ylashingiz mumkin. Endi 3 ta fikr bermoqchi edim bu misol bilan. Birinchi fikr nimadan iborat? Tarix bu birinchi navbatda avlodlar bir-birini qiyoslash. Har bir avlod o'zidan oldingi va keyingi avlodga o'zini hayotini qiyoslaydi. Chunki inson shunaqa refleksiv mavjudotda. Albatta, otam shunaqa yashagandi, men yaxshiroq yashadim yoki yomonroq yashadim yoki farzandim mendan yaxshiroq yashayaptimi, yomonroq yashayaptimi deb o'zini qiyoslaydi. O'zini qiyoslaydi. Faqatgina nima deydi? Yoshlar o'zini kattalarga qiyoslamaydi. Yosh kattalar ham o'zini yoshlarga qiyoslaydi va qanaqa xulosaga keladi? Nima deb o'ylaysiz? Birinchi xulosa doim birinchi xulosa shu bo'ladi. Har bir avlodda yoshlar aynib ketyapti. Ikkinchi fikr shundan iboratki, tarix do'stlar, tarix birinchi navbatda har birimizni xotiramiz va har birimizni bu hayotda to'plagan tajribamiz. Birinchi o'rinda mana shu tarix. Hozir men 1 daqiqa oldin gapirgan narsa tarixga aylandi va bizni mana shu xotiramiz, bilimimiz tarix haqida hamisha noto'g'ri bo'ladi. Hamisha biz adashamiz, chunki dunyoda 8 milliard odam yashayapti. Bitta odamning ta'siroti hech qachon dunyoni to'liq aks ettirmaydi. Shunga qaramasdan har bir alohida insonni
xotirasi birlashib tarixga aylanadi. Shunaqa bir tadqiqot bo'lgan, odamlarga savol berishgan. Bitta odamdan so'rasa, u albatta xato javob bergan. Odamlardan qancha ko'p so'rasa, o'rtacha natija to'g'ri javobga kelgandi. Tasavvur qiling, sizni sinov uchun bitta xonaga taklif qilishdi. Sizdan boshqa u xonada yana 5 kishi bor. Tadqiqotchi sizga oddiy bitta topshiriq beradi. A chiziqni ko'rsatadi va uning yonida yana 3 ta 1, 2, 3 chiziqlarni ham chizib ko'rsatadi. Topshiriq shundayki, siz qolgan 3 ta chiziqdan qaysi biri A chiziqqa mos kelishini topishingiz kerak bo'ladi. Javobi shunchalik aniqki, xato qilish deyarli imkonsiz. Lekin bitta muammo bor. Xonada sizdan tashqari o'tirgan qolgan 5 kishi tadqiqotchining yordamchilari sanaladi va ularning hammasi atayin noto'g'ri javob berishadi. Endi navbat sizga keladi. Ko'zingiz ko'rib turibdi. Javobi aniq, lekin qolgan 5 kishi umuman boshqa bitta javobni tanlab turibdi. Xo'sh, bu vaziyatda siz nima qilasiz? O'z ko'zingizga ishonasizmi yoki qolganlarga moslashasizmi? Bu aynan 1951-yilda amerikalik psixolog Solomon Ash o'tkazgan mashhur tajriba edi va natija hammani hayratda qoldirdi. Tekshiruvda qatnashganlarning taxminan 3 dan 1 qismi kamida 1 marta o'z ko'zlariga emas, guruh fikriga bo'ysunib, noto'g'ri javobni tanlaydi. Umumiy 12 ta sinovda qatnashgan odamlarning 75% hech bo'lmaganda 1 marta guruhga qo'shilib, noto'g'ri javobni aytgan. Nega shunday bo'ladi? Ash bunga ikkita sabab topdi. Birinchisi, odamlar guruh tomonidan rad etilishdan qo'rqadi. Boshqalarga o'xshab qolishni, g'alati ko'rinmaslikni xohlaydi. Ikkinchisi esa noaniq vaziyatlarda inson ko'pincha o'zgalarni o'zidan ko'ra to'g'riroq biladi deb hisoblaydi. Aynan ushbu hodisa konformizm deb ataladi. Shaxsning o'z fikri yoki xulq-atvorini guruh bosimi ostida o'zgartirishi. Eng qiziq tomoni shundaki, Ash yana bir narsani aniqlaydi. Agar shu 6 kishilik guruhda hech bo'lmaganda bitta odam to'g'ri javob bersa, ishtirokchilarning mustaqil fikr bildirish ehtimoli keskin oshib ketadi. Demak, ba'zan haqiqatni himoya qilish uchun atigi bitta ittifoqchi kifoya. Ash eksperimenti bizga muhim bir haqiqatni ko'rsatadi. Guruh bosimi shu qadar kuchli bo'lishi mumkinki, u hatto eng oddiy, ko'z bilan aniq ko'rib turgan haqiqatni ham soyaga qo'yib qo'yadi. Biz atrofdagilarga o'xshashni, ular tomonidan qabul qilinishni xohlaymiz va bu tabiiy istak ba'zan bizni o'z aqlimizdan ko'ra ko'pchilikning ovoziga ko'proq ishonishga majbur qiladi. Konformizm inson tabiatining bir qismi, ammo qachon boshqalarga moslashish yoki qachon o'z fikrimizga sodiq qolish kerakligini bilish aynan shu bizni ongli shaxs sifatida belgilaydi. Bugun sahifalarda ma'naviyatni, milliy qadriyatlarimizni, madaniy merosimizni tarannum etib, har bir satri so'zi orqali xalqimizni insonparvarlik g'oyasi ostida birlashishga chorlayotgan Tafakkur jurnalining 2026-yil 2-sonida berilgan ayrim maqolalar bilan tanishtiramiz. Bulbul ochgan kakku bolasi jurnalning bu galgi sonida adabiyotshunos olim Zuhriddin Isomiddinovning shu nomdagi maqolasi berilgan. Unda o'z ona tilida erkin va teran fikrlay oladigan, soxtakorlikdan yiroq va o'z milliy qadriyatlarini unutmagan avlod kerakligi haqidagi fikrlar ochiq va jasorat bilan o'rtaga tashlangan. Muallif uzoq yillar davomida to'planib qolgan, ko'pchilik indamay qabul qilayotgan, ammo millat kelajagiga tahdid solayotgan tizimli muammolarni tahliliy fikrlar asosida bayon etgan. Har bir odam bir millat vakili. Milliylik uning mohiyati, unikal identifikatsiyasi. Taraqqiy etgan mamlakatlarda ana shu noyoblikni saqlashga e'tibor qaratiladi. Chunki har bir kishi o'z ona tilining stixiyasi ichida yashaydi. O'sha tilda so'zlaydi va fikrlaydi. Til bilan tafakkur bir narsa. Kishi ona tilini qancha yaxshi bilsa, uning tafakkur dunyosi shuncha keng, teran bo'ladi. Ammo bizda buning aksi. Ilgari rus tili 2-sinfdan, xorijiy til esa 5-sinfdan o'qitib kelingan. Endi esa bu ham kam ko'rinibdi shekilli. O'zbek, ingliz va rus tili bir varaqaga 1-sinfdan o'qitilyapti. Chunki qaysi ham bir donishmand 4-7 yoshida bola bir necha tilni egallashga qobil va moyil bo'ladi deya marhamat qilganmish. Tafakkur jurnalining bu galgi sonidan ijodkor Eshqobil Shukurning Yurakdagi chaqinlar nomli maqolasi ham o'rin olgan. Unda insonning ichki olami, ma'naviy iztiroblari, milliy o'zlik haqidagi fikr mulohazalari falsafiy esselar turkumida berilgan.
Muallif maqola orqali bugungi axborotlashgan davrda zulmat orqali tafakkur va ruhiyat olamini ochib berish bilan bir qatorda zamonning shiddatidan, odamlarning xudbinlashib borayotganidan xavotirda ekanini misollar bilan ifodalagan. Odam uyidan avval o'z ko'nglida yashaydi degan fikr maqolaning eng go'zal xulosalaridan biridir. Agar odamning ko'ngli xaroba bo'lsa, fisq-u fujur, hasad, yovuzlik, fasodga to'la bo'lsa, istiqomat qilayotgan ulkan qasr ham, yashnagan bog'-rog'lari ham g'urbatxona yo axlatxonaning ayni o'zidir. Unda na huzur halovat bor, na saodat. Aksincha bo'lsa, odam oddiy odmi uyda, hatto kapada ham baxtli yashashi mumkin. Binobarin ko'ngilni obod qilmay, uyingizni obod qila olmaysiz. Bu tenglamani yechimini hisobdon hayot allaqachonlar isbotlagan. Agar odamning dardini odam tinglamasa, hayotning ma'nosi yo'qoladi. Jurnalning bu soni sizni inson deb ataluvchi buyuk mo'jizani qaytadan kashf etishga, o'z ko'ngil uyingizni obod qilishga undaydi deb umid qilamiz. Davlat dasturiga muvofiq olis hududlardagi mahallalarda aholining jamiyat hayotida faol ishtirokini ta'minlash hamda fuqarolar yig'inlarining aholi muammolarini hal etishdagi rolini oshirishga qaratilgan loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu yo'nalishda mahallalar faoliyatini rag'batlantirish jamg'armasiga ajratilayotgan mablag'lar hisobidan xizmat binosiga ega bo'lmagan mahallalar xizmat binolari qurilmoqda va jihozlanmoqda. Aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida bolalar maydonchalari tashkil etilmoqda. Shuningdek, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oila a'zolarining ishlash istagi va tashabbuskorligini oshirishga qaratilgan farovon hayotga qadam, ishonch loyihalari hamda ma'rifat orqali kambag'allikni qisqartirish dasturlari amalga oshirilmoqda. Aholi orasida to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlarni tartibga solishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Ushbu chora-tadbirlar natijasida 651 olis hududdagi mahallalarda istiqomat qiluvchi 300 ming nafardan ziyod aholining ijtimoiy faolligini oshiriladi hamda 48 mingta xonadonning mavjud muammolari hal etiladi. Davlat dasturi ijrosi doirasida qilinayotgan ishlarni biz bilan birgalikda kuzatib boring. Endi rasprodaja emas, arzon sotuv deymiz. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi tomonidan o'zbek tili qoida va me'yorlari asosida shakllantirilgan hamda rasmiy muomalaga kiritilgan 41 ta yangi so'z va atamalarning ro'yxati e'lon qilindi. Antrakt emas, tanaffus, banket emas, ziyofat, briket emas, tish sim, brend emas, xos nom, datchik emas, sezgich, deadline emas, so'ng muddat, dekoratsiya emas, sahna bezak, mikser emas, qorg'ich, palatka emas, chodir, rakovina emas, chanoq, rasprodaja emas, arzon sotuv, suflyor emas, shivirchi, frilanser emas, erkin ishchi, emoj emas, hisbelgi, hashtag emas, kalit so'z, hostel emas, qo'noq uy. Bizda hozircha shular. Xayr, salomat bo'ling. San'atga kirib kelishimiz o'zi aslida otamizdan o'tgan. Oilada hamma san'atga qiziqadi bizda. Bitta men san'at yo'lida ketdim, lekin qolgan aka-ukalarim ham shu san'atga qiziqadi. Chunki muhit shunaqa bo'lgan yoshligimizdan. O'qishga kirgandan keyin aktyorlik bilan birgalikda maqom san'atini ham egallashga harakat qilib, ustozim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam aka Abdullayev va ularning ayollari, ulardan dars olganman, haligacha dars olib kelaman. Sahna bilan qo'shiqni uyg'unligi o'zi aslida murakkab narsa bu. Bir vaqtni o'zida ham rol ijro qilishingiz kerak, ham qo'shiq kuylashingiz kerak. Kerak bo'lsa, qanaqadir o'sha musiqiy asbobni ham chalib ketishingiz kerak. Tanlash jarayoni o'zi oldindan men har doim she'riyatga jiddiy qarayman. Ma'no jihatdan har tomonlama toshi bor, eshituvchiga, tinglovchiga bir tarbiyaviy tomonlama, har tomonlama o'zini anaqasini o'tkazadigan she'rlarga murojaat qilaman. Imkon qadar san'atni sevgan odam, san'at bilan oshno bo'lgan odamdan hech qanaqangi bir noto'g'ri yo'lga ketmaydi deb o'ylayman men nazarimda. Imkon qadar yaxshi she'rga qaraymiz. Imkon qadar kuy yozayotganda ham hamma tomonlama o'ylab to'g'ri keladimi, kelmaydimi taroziga qo'yib turib keyin oxir bir to'xtamga kelinadi.
Men simli asboblarni deyarli hammasini chalaman. Sanab ko'rmagan ekanman. Soz, tor, tambur, dutor, rubob, gitara, buzuki deyiladi. Umuman hamma torli asboblarni hammasini chalaman. Bir xilgi qo'shiqlar yillar vaqt oladi, yillab vaqt oladi yaratilishda o'sha. Bir xilgi qo'shiqlar bor. Qo'lingizga olganingizdan o'sha kuyi bilan keladi. Binafsha qo'shig'i deylik, Cho'lponning so'zi. Sayfiddin Meliyev rejissyori bilan spektakl postanovka qildik. O'sha spektakl uchun yaratilgandi bu qo'shiqlar. Binafsha nimaga birozroq ochilmay uzilding? Binafsha hidlaring sochilmay cho'zilding. Binafsha senmisan? Binafsha senmi? Ko'chada aqchaga sotilgan binafsha. Shu aytdim-ku, hozir she'rni shuni olgandan o'zi kuylari o'zi yog'ilib keldi. U bo'lish mumkin emas bo'lgan narsada. Kechgacha misol 6 ta 7 ta ashulaning musiqasini yozish bir kunning o'zida qiyin narsa. Hamma davlat xizmatchilari xodimlarga charchog'ini oladigan bir vosita deb bilaman, meni nazarimda shunaqa. Ishdan charchaganda yoki ish paytida ham hattoki kerak bo'lsa holatdan chiqish uchun, qanaqadir stress holatdan deymizmi, shulardan chiqish uchun kuy tinglab, qanaqadir qo'shiq tinglab ishini davom etkazsa, meni nazarimda har tomonlama rivojlanishda ham, ishi unumdorligida ham ancha samarali bo'ladi deb o'ylayman. Jadidlar mavzusi asosida she'riyatiga qo'l urib qo'shiqlar qilganmiz. Shularni tinglab, dam olib, miyaga dam berib ishlashsa, ishida unumdor bo'ladi ishlar yana. Ochilmay so'lsa har gul g'unchasi, piru javon yig'lar. Emas piru javon balki hamma ahli jahon yig'lar. Yig'lar, 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 piru javon yig'lar. Yig'lar, 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 hamma ahli jahon yig'lar. Oradan 2 oylar chamasi vaqt o'tib, Sayfiddin Sibirning Qo'pol degan yeriga usta sayfi nomiga yuborgan xat keldi. Maktub Inna lillahi va inna ilayhi rojiun degan birgina jumladan iborat edi. Uni o'qib, ota bola Yodgorbekning o'limi haqidagi gap chin ekanligini angladilar va so'nggi umidlari puchga chiqib marhumga ta'ziya ochdilar. Ajal yağma garib aği zekan, içre üzüp zincir. Rahimsiz ise masum laleler, niçin hazan yığlar. Ajal yağma garib aği zekan, içre üzüp zincir. Rahimsiz ise masum laleler, niçin hazan yığlar. Nasimim ketdi olamdan mening, qayg'u ara tashlab. Ko'zimdan oqsa xun hech bir ajab yo'q, chunki qon yig'lar. Nasimim ketdi olamdan mening, qayg'u ara tashlab. Ko'zimdan oqsa
xun hech bir ajab yo'q chunki qon yig'lar jahonda erdi tanho men yetimga hamnishin dildor g'ariblikning diyorida adashgan notavon yig'lar 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 piru javon yig'lar 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 hamma ahli jahon yig'lar 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 piru javon yig'lar 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 hamma ahli jahon yig'lar. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.